Nima uchun yaqindan buyon havo haroyi isib ketdi? 2021 yil 7-oyda yer sharining ko'p qism joylarida temperatura o'rlab yangi rekord yaratildi. O'rta Sharq Kuvaytda intayin yuqori temperaturali havo haroyi ko'rildi. Poytaxt Kuvayt shahrining eng yuqori temperaturasi 73 Selsiya gradusga chiqdi. Ko'chada birma odam yo'q edi. Rostla bak issiq deyishga bo'ladi. Haqlab pishirish olti kiray deb qolgandeklar. Shimoliy Amerika qit'asidagi Amerika va Kanada issiq to'lqinlar davomli hujumga uchirdi. Nurg'un joylarda o'rmon o'ti yuz berdi. Hozirgacha 600 dan ortiq odam qazo qildi. Tarixdagi eng yuqori saviyani yaratdi. Ilmiy ko'zda soliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha yer shari tadrijiy qizib kengayotdi. Temperatura borgan-sari o'rlab, O'rta Sharqdagi neft ishlab chiqaruvchi davlat Kuvaytda 7-oyning 5-ida temperatura 73 Selsiya gradusga chiqdi. Shimoliy qutb chambariga ichida Rossiyaning kichik bozorida temperatura 48 Selsiya gradusga yetdi. Sinchaq salonidagi to'rdashlarmo yer sharining borgan-sari isib ketayotganligining sababi qiziqdi deyman. Insonlar yana mushundaq yer shariga zulm selaversa, yer shari insonlardan barobar ofat orqali o'chirishga boshlaydi. Havo illib yer sharining o'zligidan aylanishi aslab qolgan. Kelgusida bir kun raslo 25 soatga uzrab qolamdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining klimat tarmoqlari insonlarga qoldirilgan o'zini o'zgartirish vaqti faqat 12 yil vaqt qoldi deb ko'rsatdi. Bu rostmi? Bugun biz Sinchaq bilan birlikda yer sharining har qaysi joylaridagi ziyoda temperaturaning portlash sababini nuqtaliq tahlil qilib boqaylik. 1850-yildan hozirgacha o'tgan 170 necha yilda temperaturaning uzluksiz o'rlab ketishidagi asosiy sabab quyosh harakatining kuchayishi emas. 2020-yil eng chong bulg'imi qo'yib berish rekordini yaratdi. 20 yildan buyon har yili dunyoning har qaysi joylarida rekord yaratgan yuqori temperatura ko'rildi. Yer shari o'rtacha temperatурасының eng yuqori qiymati uzluksiz yangilandi. Har bir yil xotirlangandan buyon eng issiq bir yil bo'ldi. Ilmiy sog'liq ma'lumotlari ko'rsatishicha, yer sharining temperaturasi kunlik o'rladi. 1850-yildan hozirgacha yer sharining o'rtacha temperaturasi 1.1 gradus o'rlagan. Sirtqi yuzdan qarmoqqa ancha cho'ng emasdek ko'rinadi. Ammo dengiz okeanining kislotalik darajasi 26% oshgan. Parnik effekti gazining quyuqligi 20% oshgan. Shimoliy qutb chambariga ichida Rossiyaning kichik bozorida temperatura 48 Selsiya gradusga chiqdi. O'tgan 150 yildan buyon eng yuqori temperaturani buzib tashladi. Yuqori rekord Antarktikada temperatura tarixdan buyon eng yuqori temperatura. Yana Antarktikada yuqori rekord yaratilib, temperatura tarixdan buyon eng yuqori temperatura 18.3 Selsiya gradusga yetdi. Antarktikada temperatura tez suratda illib ketyapti. Navbatdagi temperatura 50 yil ilgarigidan 3 Selsiya gradus yuqori bo'ldi. Bu po'latda Pokistonlik ma'lumotlari klimat ilmiy sohasida tarqalib yurgan kichik muzavir nazariyasini qattiq inkor qildi. Ikkinchi, yaqinda Amerika va Kanadadagi issiq gumbaz hodisasi. Yaqinda Amerika bilan Kanadada tarixdan buyon eng qattiq issiq bo'ldi. Ko'pincha yerlarning temperaturasi tarixdan buyon eng yuqori rekordni buzib tashladi. Buning ichida Kanadaning eng yuqori temperaturasi 49.6 Selsiya gradusga yetdi. Amerika Portlandning eng yuqori temperaturasi 46.7 Selsiya gradusga yetdi. Olimlar issiq gumbaz hodisasining sababini tahlil qildi. Hech qanday bir modda jungo bilan munosabatli emas. Undaqda bu masala chiqdi. Issiq gumbaz hodisasining haqiqiy ahvoli zodi nima? Issiq to'lqinning shakllanishidagi asosiy sabab shuki, Amerika va Kanadaning qisma rayonlarining osmonini bir issiq gumbaz qoplab ketgan. Bu issiq gumbaz osmondagi issiq yuqori bosimli rayonning modellamasini ko'rsatadi. U xuddi issiq yuqori bosimli havo bosimi qopqog'iga o'xshash, osmondagi qopqoqning usti tarafidagi tez suratli havo oqimi va qopqoqni yepib turadi. Atrofdagi sovuq havoning hammasi qopqoqning ichki qismidagi havo oqimiga kira olmay, issiq gumbazdagi harakatchan holatni shakllantirib, ost tarafdagi rayonlarda yuqori temperaturaning uzilmasligini keltirib chiqaradi. Uchinchi, oz uchraydigan yuqori temperaturaning quyosh harakati bilan bevosita munosabati bormi yo'q? Yaqinda NASA olam boshqida kuchli quyosh chaqnash hodisasini bayqagan. Darajasi eng yuqori bo'lgan X daraja. Bu yaqinqi 4 yildan buyongi eng kuchli bir qatimligi. Shundaqla 25-qatimli quyosh harakati haftalik mezgilda ko'rilgan. Tunji X darajali quyosh chaqnashi bo'lib, chaqnash quyosh harakati eng ko'p bo'lgan vaqtda quyoshning chaqnashi yer sharida issiq to'lqinning mavjud bo'lishidagi muhim sabablardan biri. 2018-yil BDT klimat o'zgarishi komiteti buningga javob berdi. Javobda ko'rsatilishicha, yer sharining ilib ketishi ilib kelgan tahdid parnik gazi qo'yib berish yuzinishidan qaraganda haqiqatan vaqt o'zgarishi borgan-sari namoyon bo'lgan. Yer shari haqiqatan insonlarning qiynashlariga bardoshlik berolmagan. O'tgan 5 yilda yer sharining temperaturasining o'rlash surati tezlashish andisi kirdi. Shunga ko'pchilik umumyuzlik holda yoz fasli texmi issiq, qish fasli texmi sovuq ekanligini his qildi. Bu shundoq davomlashaversa, necha 10 yildan keyin bir yilning 4 faslida faqat yoz va qish fasli qoladi. Aytiyaz kuz fasli tadrijiy holda tarix sahnasidan chekinib chiqadi. Uda yuqori temperatura davomlashsa, yer sharining o'zligidan o'zgarishi oslab, kelgusida har kuni 24 soat emas, tadrijiy holda 25 soat bo'lib qoladi. Undaqda siz bu masalaga qanday qaraysiz? Sinchaq salonning bu son mazmuni musharraf